Gitara sozlanyapti. Bu yoqda onajon afarmena qilyapti. Xullas, bugun assalomu alaykum hammaga. Bugun bir surpriz qilmoqchimiz. Surpriz qilish uchun juda ham katta harakat qilyapti. Biza bekinib yuribmiz. Hech kimning xabari bo'lmasligi kerak. Biz surpriz qilib chiqishimiz kerak. Lekin Xudo xolasa o'ylagan maqsadimizga yetishimizga umiddamiz. Chunki hozir onajon muzika bilan chiqib kelgandan keyin biz qizlari bilan birgalikda chiqib boramiz. Xudo xolasa. Mana shu bola bilan birgalikda albatta. Abdulla qanaqa bo'ladi bugun? Zo'r bo'ladi. Videoni ko'risizmi, ko'rishmasinmi? Ko'ringlar videoni. Video hali olinmadi, qayerda ko'rishadi? Olingandan keyin. Olingandan keyin, qo'yilgandan keyin ko'rishadi, to'g'ri. Demak, videoni ko'ringlar-da, oxirida keyin o'zingizlar fikrlarni bildirib ketinglar. Va nihoyat o'tirarkanman do'st. Xullas, azizlar, yo'lda boyaga farmena qilingan. Biz archani orqasidamiz. Abdulloh tayyorgarlik qilyapti. Va biz archani orqasidan chiqib kelamiz bu gala. Hozir ko'ramiz. Qani tushishcha. Assalomu alaykum hammaga. Hozir mana bugun biz yana bir onajonimizni ko'rgani Hasanboy. Eshitib qolishadi. Spishkiz yo'q. Shofayz bu yo'q. Shofayz bu. Qanaqa Hasanboy? Spishkiz yo'qsiz eshitmaydi. Jam. Baqir chaqir qilyapsan. Hamma kelyapti mana. Mana bu bolajonlar bizani tushunmayapti. Biz shuncha olsagan ssenariyimiz hozir nimadir bo'lishi katta aniq. 3 soatdan beri yozilgan ssenariy. Boya mana shu bo'lni gap bilan qilganman. Opajon shunaqa video qilamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Bu video lekin o'zgacha chiqadi chunki mana bu bolajonlar bor. Bu ikkitasi ana 8 tasi bor, ana yerdan hozir kelishadi. Xullas, o'zgacha narsa bo'ladi. Onajon tog'. Opajon, nima bo'pti o'zi? Nima bo'pti? Onajonimni tug'ilgan kunlari bor. Ko'z yonyapti, aybga bo'lmaysiz. Boshlandi. Bor. Tez keladi. Ha, tez keladi. Chiroqni o'chir. Lokirmi? Uy men bez makiyajmi? Kim bu? Bilmayman. Keling. Voy! Men bez makiyajman baqatim. Hozir bu ovqatni Boshlandi. Opajon, siz bu yoqqa keling. Bu yoqqa bundoq chiqib kelamiz. Ha. Faqat to'xtang, kutamiz. Sizlar hozir bu yerdan chiqsanglar, bilib qo'yasizlar-da. Anqara. Bijamlar sotib qo'yadi. Qizim, uni qilmagin. Bizni o'chirib qo'ying. Fanarsiz bo'lmaydi. Beşyon. Umri sağ olsun. Ketti kollardan ushlar. Keling. Yurayın, tura qol. Bola qoling. Bak, tabib bilasini erlarni qo'ying. Qoling. Chaqir. Qo'lingni chaqir. Bor chaqirib ol. Imronni cho'q. Ay, sizlar ya. Zo'r bo'ldi. Qani? Zo'r. Juda chiroyli. Kapattım. Ha? Sen yapsana. Orada. Evet. Vay, bana qo'ysizlar ya. Azmanlarım. Ben de bilmiyorum. Hadi bu sabahları ne zaman ya? O açtı var. Diyeceğim, kızık gibi olmalı. Babama Yo'q, borib ko'rsalar bo'ladi, bular piyoda-da, borib. Yo'q, biz o'zi uchalamiz mashta bo'lsak bo'ldi edi. Hamma Mashta bo'lishim kerak. Jam. Baqirma. Azizlar aytdi hozir yig'i quvonch ko'zlashlar bo'lyapti. Biz bu yerda kulib o'tiramiz. Lekin biz bu yerda yuraklarim tamom bo'lyapti. Hayajon, 3 soatli hayajon. Qog'imga qarayman. Shuncha odamni xursand qilgan odam o'zlari onajonlari kelganlarida qaltiroq. Men buni o'zim his qilganman. Men
Qara, Abdulla kallang chiqarmagin. Qiziqib ketyaptilar-da. Azizlar shunaqa atmosfera hozir biz chiqishimiz kerak. Yaxshi. Kalla qo'ymadim-da. Kallam bilan olib kirardi 4 ta odam. Mana azalib kirardi. To'rt yaxshi chiqdimi, Mijon? Chotto, bilan chotto. Jannat mona qarang, kattaliklarini. Ketdingmi? Pochcham olib ketdi. Hozir kelay. Ketdik. Mashina turib berishini qarang. Bedilbar bir joyga borib kelamiz deyapti. Hozir keladi. Opamiz. Betob bo'lsam Voy nima qilyapsanlar? Ko'chaga hammani yig'ib. Qarang, onajon, siz borsiz men borman, mehringizga zorman, sizsiz men bemorman. Onajon, omonatim boyligim, o'zimni chiroyligim. Onajon, men asrar to'yingingiz, ko'zga surtay qo'llaringiz, uzoq bo'lsin deya umringiz ona. Kechiring gar bo'lsa xatoyim, yoningizda bo'lay har doim, sizni asrasin xatoyim ona. Onajon, omonatim boyligim, o'zimni chiroyligim. Onajon, onajon, siz borsiz men borman, mehringizga zorman, sizsiz men bemorman. Onajon, omonsiz men borman, mehringizga zorman, sizsiz men bemorman. Har bir istagning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'tirib yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'tirib yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Suzatilmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yalpiz lolali bahor. Bu mening onam, bu mening onam. O'zimning chiroyli gullarni olib, qo'liga berayin ketsin quvonib, axir yashayapti bizga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Suzatilmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yalpiz lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Suzatilmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yalpiz lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'tirib yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'tirib yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Suzatilmagan bedorim, bu shoh jonimga
Assalomu alaykum. Keldinglar bolalar. Salomat onajon. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Bilasizmi bugun qanaqa kun? Qanaqa kunligini bilasizmi onajon? Bilaman. Shuncha yaxshi insonlarni sababchisi tavallud topgan kun onajon. Bugungi kunni biz bilasizmi qanchadan beri rejalashtirib yuribmiz? Men bilmasam, o'zim Sizda xabarimiz bor. Sizga bugun bizni kelmasligimiz aytilgan. Bunaqa narsalar bo'lmasligi aytilgan. o'tigan edim. Pulimiz yetmagan, aytilgan. Shunaqa ma'lumotlar sizda bor, lekin hammasi teskari bo'lyapti. Chunki Marhaba opa hamda akajonim o'zlari birgalikda shu narsani rejalashtirishdiki, bugun Kelmasin bolalarim. ya'ni akamiz ham borlar. Azjon aka shunaqa narsalar rejalashtirishdiki, bugun dunyodagi eng go'zal, eng mehribon inson, ya'ni onajonimiz tavallud topgan kunlari. Umidjon Abdulloh bilamiz, sizlar zo'r tabriklaysizlar. Har doim hamma onajonlarni xursand qilasizlar, lekin mani onajonimga boshqacha narsa qilinglar dedilar. Qanaqa qilamiz deb bilmayman, boshqa narsa qilinglar dedilar. Xo'p, opajonim mana bunaqa narsa qilamiz dedim. Afarmanglar qilasiz, muzika bilan akajon kutib oladilar. Biz esa sizni orqadan chiqib kelamiz deb surpriz qilamiz dedim. Va bu narsani biz 2 soatdan beri u archan orqasida o'tirib kutib o'tiramiz. Akirurmadi, to'yib Siz bilib qolardingiz, onajon, surpriz bo'lmasdi. Rahmat, taniyman. O'shaning uchun onajon, umringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Har doim shunaqa ko'zdagi quvonch, labingizdagi kulgu sizni hech qachon tark etmasin. Farzandlaringiz, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' omon bo'lib yuring. Shu fursatdan foydalanib farzandlaringiz nomidan atalgan tug'ilgan kun tabrigini, she'rini aytib bersam. Xo'p. Har doim aytaman, muhabbatdan so'z ochsangiz onadan boshlang, chunki onasini sevmaydigan yigitni muhabbati yolg'on bo'ladi. Onajon, siz ta'riflab bo'lmas, yozib bo'lmas muhabbatsiz. Sizning mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi. Kamaymaydigan, to'xtamaydigan mehr onajon. Yo'q. Yo'q, adashdim. Onajon, sizning mehringiz daryo emas. Poyoni yo'q ummonga o'xshaydi. Go'zalim, sizni nega yaxshi ko'ramiz? Chunki siz go'zallar ichida xushro'yimizsiz. Bu dunyodagi hamma odamlar biz uchun oddiy suv bo'lsa, siz qalbimiz malhamisiz. Zamzamimsiz onajon. Sen meni yaratding, rahmat onajon. Hadya etding meni yorug' dunyoga. Yaratding, qalbimga bag'ishlading jon. Ko'zimni to'ldirding nuru ziyoga. Qo'llarim ko'ksimda qilaman ta'zim. Axir sen biz uchun qalbingdan qon berding menga. O'zingdan o'zingman, ko'zingdan ko'zim, axir joningdan jon berding menga. Qaniydi odamzod qo'lidan kelsa, abadiy etolsa sening umringni. Rozi edim, onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimni. Bir kechalik allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Qalbingga ko'chirsam qalbimning kuchin, qarzlarim uzilmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mo'y qalam naqqosh, surating chizardim, berib ming sayqal. Oralab qolibdi sochlaringga oq. Ol mening sochlarim qoralarini. Tishlaring tushibdi, xo'rsinma biroq, ol mening tishlarim saralarini. Xiralashib qolmish ko'zlaringda nur. Ko'zlarimning nurini olgin onajon. Roziman xizmating qilsam bir umr. Yuragimning xo'rini olgin onajon. Qabul et.
Qabul et onajon yurak so'zimni. Senga bag'ishladim, senga azizam. Yo'q. Yo'q, yurak so'zim emas, balki o'zimni senga bag'ishladim, ey nuri diydam. Kasal bo'lsam yig'lab chiqqan, yemay ichmay sirgan rayhonimsiz, onajonim jannatimsiz, onajonim rayhonimsiz, onajonim jannatimsiz, onajonim yo'llarimga ko'z tutgan, kasal bo'lsam yig'lab chiqqan, yemay ichmay ishtirgan rayhonimsiz, onajonim jannatimsiz, onajonim rayhonimsiz, onajonim jannatimsiz, onajonim rayhonimsiz, onajonim jannatimsiz, onam kasalman demang, onam kasalman demang, holim yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, yo'lu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Dunyo bir yonsiz bir yon, men uchun bo'lgan giryon, baxtli umrim yonimda, onam bo'lsangiz harom. Onajonim jon onam, mehrlarga boy onam, men uchun bu dunyoda siz akasi yo'q onam. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning nurisiz, onam qaro mehrda, onalar majburisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onajon, mana bir bor bugungi tavallud kuningiz bilan tabriklaymiz. Har doim orzuli dunyoda orzular qilib, sarobu armonni bir chetga surib, mana shunaqangi ko'zingiz qunab, labingiz kulib, yuring deyman, eng baxtli insonlardan bo'lib. So'zning so'ngida marhabo qizingizga ham so'z bermoqchi edim, agar ruxsat bersangiz. Marhamat opajon. Sahnaga Har doim aytaman, kutilmaganda aytmanda. O'shanisi bilan surpriz bo'ladi-da, opajon. Marhamat. Bu har doimgi tabrik emas-da. O'shada opajon, o'shancha bizga so'zi berdim. Yo, mayli, bu yoqqa qarab gapira qol-ya. Qanday yaxshimi? Xo'p. Assalomu alaykum avvalo hammalarga. Bizani hurmat qilib kelganinglar uchun Umidjon Abdulloh, Bahodir ukajonimiz, sizga ham rahmat. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Eng avvalo. Xo'p, onajonim, sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Alloh xayrli qilsin. Yurtdim sizga men gapira olmayman. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'ling. Mana bilmadim, ja butun dunyo desam yolg'on bo'ladi-ku. To'g'ridan bir qismi bilan suhbatdosh bo'lgan bo'lsam, bu darajada hayajon bo'lmaydi-da. Doim eshitgansizlar, bilgansizlar, hamma bilan ochiq-oydin gaplashaman, lekin onajonimni ham ko'rgansizlar. Endi onajonimni hozir bu ikkinchisi bo'lyapti. O'zimni ota-onamga negadir bilmadim. Hamma farzandga o'xshab aytolmayman-da. Endi bugun yig'lasam ham aytiraman, sizni yaxshi ko'raman. Onajonim har doim aytadilar-da. Men seni yaxshi ko'raman deb Telegramdan yozadilar-da. Xo'p, rahmat desam sen ham aytib qo'yadilar. Bugun hammani oldida aytaman, onajonim, sizni yaxshi ko'raman. Bugun men marhabo Shokir qizi ekanligimdan faxrlanaman. Meni shunday voyaga yetkazib, kamolga yetkazib, neni mashaqqatlar bilan ulg'aytirib qo'ygan ota-onamga rahmat aytaman. Alloh jalolidan ham rozi bo'lsin. Har doim yonimda turgan yelkadosh ukamga rahmat aytaman. Baxtimga sog' bo'lishsin. Yaxshiyamki
ota-onam, yaxshiyam kechirganlarim bor. Alloh hammaligidan rozi bo'lsin. Hammamizni nafaqat meni ota-onam, hamma farzandlarni ota-onasi vaqtiga sog' salomat bo'lsin. Nega farzandlar nimaga bizga murojaat qilishadi? Nimaga o'zi boshqacha bir tabriklar yo'llab ota-onasini ko'z o'ngida namoyon bo'lib turmaydi dedim, lekin haqiqatan o'zini ota-onasiga yetish juda ham qiyin ekan. Juda ham. Har kuni dil izhori o'qiyman bo'lmasam. Har kuni onaga dil izhori o'qiyman-ku. Haqiqatan o'zimizniki boshqacha bo'ladi ekan. Rahmat sizlarga. Bugun meni onamni hurmat qilib, shaxsan meni hurmat qilib keldinglar. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Xonadonimizga kelgan mehmonlar sizlarga ham rahmat. Oyijon, xolajonim, opoqijonlarim sizlarga ham rahmat. Hammanglarga kenayi hammanglarga rahmat, baraka topinglar. Onamni hurmat qilsizlar. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Yana bir marta sizni yaxshi ko'raman. Bugun ko'proq aytmoqli, boshqa so'ramaysiz. Hali ko'p so'rayman sendan bunaqa gaplar. Bunda chiqmaydi. Onajon, o'zi ssenariy bo'yicha ularga so'z berishim kerak emasdi. Lekin men o'zimning qonun qoidalarim bor, bilasiz. Chunki biza aytganimiz boshqa, lekin ota-onani o'z farzandidan chiqadigan dil izhori baribir boshqa. Oddiy bir og'iz o'sha sizni yaxshi ko'raman degan gapni aytish farzand uchun qiyin. Lekin buni ayta olganlardan so'ng hozir ichingizda nima o'tyapti, opajon? Qo'zg'alon bo'lyapti. Onajon, yana bir bor bugungi tavallud kuningiz bilan tabriklaymiz. Hayotda shunday baxtli inson bo'lingki, baxtdan qochaman deb omadga qoqiling. Omadga suyanib, mehr chashmasidan suv ichib hayotingizni baxtli davom eting. Qaddingiz hamisha tog'lardek baland, qalbingiz qordek nafis, qadringiz nondek aziz bo'lsin. Onajon aytishadi-ku, dunyoni zo'r demang, zo'rlar yutmaydi. Dunyoni dog' demang, dog'lari ketmaydi. Siz shunchaki baxtliman, baxtiyorman deng, chunki dunyoda hech bir so'z bu so'zga yeta olmaydi. Hayotingiz faqat quvonch baxtga to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Kameraga olasizlarmi? Shu fursatdan foydalanib men dunyodagi eng ishongan, suyangan insonimga, ya'ni mana shu afarmleniyalarni ham, shu ukajonlarimni ham kelishligiga aynan sababchi bo'lgan onajonim uchun hadiyalar berib yuborgan juft halolimga rahmat etmoqchiman. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Yaxshiyam siz borsiz. Bugun men shu darajaga yetdim adasi. Oningiz baxtingizga Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin ki o'zida tanjotlarim. Sabriya. Sizlar xizmatda charchamaylar. Yaxshi bo'shanganingizda kuyov bo'ling. Ilohi amin. O'zingizni o'ylagan, o'zingizni xohlagan qo'lingizdan musulmon ayollar hammaga rahmat deganlarga mana shu amaliyotchi bolalarni ham tanjolari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Ota-onalarga ming rahmat bilaman. Qilayotgan ishlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Hammanglarni Alloh o'z baytiga chaqirsin. O'z qadamlaringlar bilan xudolarni bosib, ota-onalardan bilganingizda boshingizni ko'tarmanglar. Rabbina Men o'sha boyga olishda bo'lib turaman. Bu ham variant. Akasi videosini o'sha versiz bo'ldi. Qo'lingiz qisqasi qo'ying bo'ldi. Ikkalasi turibsiz. Abdulloh, ikkitani ol. Ikkalasi turib, men. Bo'ldi, o'chiring buni. Voy, mana qarang, nima bu? Nima bo'pti, Abdulloh, nima bo'pti? Ha, nima qilib turibsizlar sizlar? Xullas, akam ham ushlab turyapti mana. Ushlab bersangiz bo'ldi.
Onajon, xullas qarang, nima bo'ldi bugun? Zo'r bo'ldi. Nima bo'ldi? Qarang, yozuvlar katta, ay, kichkina uzr qo'rqib ketdi. Yozuvlar kattaligi, atmosfera bomba. Shu haqida qisqacha gapirib bersangiz, bir minut vaqtimiz bor. Yozuvlarga, asalmenilarga, вообще gap yo'q rostdan ham. Sizlarga вообще har doimgidek вообще gap yo'q. Umidjon Abdulloh akasi yo'q deyman-ku, haqiqatdan shunaqada. Endi bundan keyingi tabriklarimizda Bahodir akasi ham yo'q bo'ladi-da endi. Ya juda ham ajoyib. Sizlarga topinglar, xizmatinglarga rozi bo'linglar. Hammanglar mani ukajonlarim sizlar. Bitta edi ukam 4 ta bo'ldi mana. Azizlar, xullas bugun mana bizdan chaqirgan odam o'zidan turg'izib qo'yib reklama oldik. Chunki Marhabo Shokir qizi juda ham reklamaga taniydiganlar bo'lsa men sizlarga tanishtiraman. Ular katta auditoriyalar bor. Bahodir aka bo'ldi, hozir ham onajon yozuv, otajon yozuv, barcha yozuvlarni o'zlari chiroyli qilib qo'yib beradilar va biz o'sha sizlar tanigan Umidjon hamda Abdulloh, yana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Ofarmenani nomerini ham atletga qilib qo'yamiz. Opajonni ham Telegram kanaldan sizlarga atletga qilib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, biz ham kuzatishda Davom etinglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'linglar.